Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingiz yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Yaqinda shu bizniki to'plarimizda bakchiq ziddiyatlar bo'lib ketdi, o'zaro urush, jidal degandek. Shunaqa bu videoni ishladim. Shuning bilan shu jidallarning, ziddiyatlarning oxirlashishini umid qilaman. Men ishonma, biz hammamiz shu 99% Uyg'ur qarindoshlarimizning hammasi vatan qurishimizni, mustaqil bo'lishimizni xohlaymiz. Agar bir-birimizda o'xshamaydigan ideyalar bo'lsa, cho'qim bir-birimizni hurmat qilib, raqobatchi bo'lsak bo'ldi, lekin hargizmi dushman bo'lmaylik. Shunga biz hozir vatan deganimi cho'qim shuni bilib olishimiz kerak. Agar biz buni vatanimiz desak, bu vatanni nimalar bilan to'shqizishimiz kerak. Hamda bu to'shdima. Agar biz buni bu TikTok to'plarini hammasini butunlay kuchimizni hammasini yig'ib, butunlay Xitoyga zarba berish deb qarasak bo'ldi. Hozir bizniki markazlashib qilgan ishimizdan shu menimcha butunlay markazlashib har tarafdan Xitoyga zarba berish. Ham Xitoyning inovatini tushirish. Unda bo'lsa biz yana buni nima bilan to'shqiza olamiz? Hamda biz buni bizniki zehniyatimiz deb qarasak bo'ldi. Bizniki Uyg'ur zehniyatimiz bu shunchalik muhim. Keyingi avlodlarimiz qoldirish shunchalik muhim. Her qandaq örf odatlarimiz, bayramlarimiz, kiyim-kechak, yemek taomlarimiz, mushlarning hammasi o'zimizning zehniyatiga kirdi. Har qandaq ishni Uyg'urcha qilaylik, Uyg'urning yo'lida qilaylik. Unda bo'lsa, yana buni boshqa narsa bilan to'shqiza olamdik. Endi biz boshqa har qandaq o'zimizga yordam qilayotgan, vatanimizga, millatimizga yordam qilayotgan har qandaq ish bilan qildik deb qarasak bo'ldi bu ishlarni. Mesela indigenous people bulamdı, yoki bir-birimizga bo'lgan yordam bulamdı, iqtisod bulamdı, bir tarafdan o'zimizning ma'rifini yetildirayotgan ishlar bulamdı. Hammasi shunchalik muhim. Bularni hammasi qolib qolmaslik kerak. Hatto iqtisodimizni kuchlantirishmi, ham iqtisod bilimlarimizni kuchlantirishmi shunchalik muhim. Bizmi ko'ryapmiz, yaqinda Turkiyaniki iqtisodiy yaxshi bo'lmaylar, butun davlat, butun millatga shunchalik zarba bo'lyapti. Shunga bir davlat uchun bir kuchlik davlat bo'lish uchun iqtisod bilimlari shunchalik muhim. Hamda buni yana nim bilan to'shqiza olamiz. Shunchalik bo'lsin. Bu hamda nihoyat muhim. Bu bo'lsa bir-birimizga bo'lgan muhabbat, mehr, muhabbat nihoyat muhim. Bu cho'qim bo'lish kerak. Cho'qim bir-birimizni bir-birimiz bilan bo'lgan o'xshamagan ideyalar bo'lsa-mu, hurmat qilishimiz kerak, bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Agar xato yo'llar bo'lib qolgan bo'lsa, to'g'ri yo'llar bilan shularni ko'rsatish kerak. Hargizmi biz dushman bo'lmaylik. Rahmat sizlarga.